Qayerdan keldi endi bu kamomad? Hozir tushuntirib beraman. Bor yo'qol, ko'zim ko'rinma. Haligi Yo'qol! Birovni haqidanchi qo'rqmaydigan olib ketishgan. Уже 4-xodimni ishdan haydab yubordim. Tasavvur qilgin. Hisob-kitob to'g'ri qildingmi o'zi? Qayta tekshirdim. Chiqmayotgan summacha kichkina emas. Kameraga ham tushib qolganda. Dalilim bo'lmasa haydamayman. O'zi halol odamni topishchi qiyin bo'lib qoldi. Hisob-kitob bilmasa ham mayli. O'zim o'rgatib olardim. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ha, ukam. Qaytimizni olib chiqarmoqchi ketib qolibsiz aka? Qo'yurmaysanmi, ukam? Shu yoqdan shu yoqqacha ovurib keldingmi? Gap yo'q. Piyodaligim qayoqdan bilding? Mo'ykada kalt berayotganingizda telefonda gaplashayotganingizni eshitib qoldim. Qaylishdagi kafeda bo'laman degandingiz. O'shaning uchun shu yerga kelurdim. Rahmat ukam, sog' bo'lgan. Salomat bo'linglar. Gap yo'q. Halol xodim izlatuvdingmi? Ha? Bor gaplash. To'g'ri aytasan. Yaxshiroq oylik taklif qilgan. Albatta.